Ikki xonali, kattagina bo'lgan novostroyka uyimizni obzorga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yoq kirib kelish qismi mana bu yoqdan bo'ladi. Kirib kelganingizda o'ng tomonda oshxonasi, to'g'rida esa rodительskiy spalnilari joylashgan ekan. Spalnida balkonga chiqib ketadigan xonalari ham bor. Uyimizda remontlari juda ham yaxshi holatda, novostroyka katta xonalari. Uning ustiga hamma sanuzel hojatxonalari ham katta-katta ekan, hammasi. Ikkita hojatxona bor ekan. Bu yoq esa zalimiz. Zalimizni ko'rib turibsizlar kattaligini. Mana shu yerdan men sizlarga hozir uyimizda lokatsiyasini aytib o'tib ketaman. Uyimiz lokatsiyasi markani yonidagi dom hisoblanadi. Novostroyka domlada mana markani ko'chasi. Bu yoqda esa mana soat joylashgan. Lokatsiya jihatdan umuman gap bo'lishi mumkin emas. Qarshi shaharda markazi hisoblanadi. Ushbu uyda ko'rib turgan barcha jihoz texnikalar shu uyda o'zida qoladi. Narxlari ham video oxirigacha ko'rsanglar juda ham yaxshi narxda qilib beriladi. Egalar bilan gaplashganmiz. Uyda ko'rib turgan hamma narsalaringiz qoladi aytganimdek. Bu yoq esa oshxonalari, avtomatik kir mashinalari, bu yoqda esa двухконтурный Airfel katallargacha qo'yilgan. Bu yoqda ham o'zining mebellari bor. Uyimizda umumiy metr kvadrati 100 metr kvadratni tashkil qiladi. Narxi esa $72,000. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol telefon qilishingiz mumkin.